Viloyat axborot kutubxona markazida buyuk sarkarda davlat arbobi va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan Bobur siymosi millat faxri nomli badiiy ma'rifiy kecha o'tkazildi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad Bobur shaxsiyati va uning serqirra faoliyatini keng targ'ib qilish, yosh avlod ongida tarixiy merosga hurmat va milliy g'urur tuyg'usini mustahkamlashdan iborat. Kechada Boburning davlat boshqaruvidagi tajribasi, harbiy yurishlardagi strategik mahorati hamda yuksak badiiy didi haqida atroflicha so'z yuritildi. Mana bugun biz axborot kutubxonasi bilan hamkorlikda ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazyapmiz. Axborot kutubxonasi bilan biz memorandum imzolaganmiz qo'mondonligimiz bilan. Doimiy hamkorligimiz, tadbirlarda ishtiroklarimiz bor. Bugungi kunda mana fevral oyida bir qator mutafakkir shoirlarimizni tavallud topgan oyi. Bu tadbirda harbiy xizmatchilarning farzandlari ham o'zlarini o'sha g'azallari bilan, chiqishlari bilan ishtirok etishyapti. Bundan tashqari mana shu bugungi tadbirning asosiy maqsadi mana shu yoshlarga Bobur Mirzoning o'sha yozgan ijodlarini yana bir bor eslatish, undan tashqari u kishining hayoti yo'lidagi o'zlarini o'sha zabardast, mustahkam turib, o'sha bir qancha qiyinchiliklarga qaramasdan o'zini maqsadi sari olg'a borgan shaxs ekanligi uchun o'shalarni mana bu hozirgi yosh avlodimizga shu narsani yana bir bor takroran ko'rsatish, ularni shu narsaga ruhlantirish, shu yo'nalishdan nima deydi, ularga bir shijoat berishdan iborat. Bobur nafaqat kuchli sarkarda, balki nozik qalbli ijodkor sifatida ham tarixda o'chmas iz qoldirgan. Uning mashhur asari Boburnoma bugungi kunda ham tarixiy manba va badiiy yodnoma sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Asarda muallif davr voqealiklarini xolisona bayon etgani bilan ham qadrlidir. Samarqand shahridagi 8-umumta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahnaviy chiqishlar, monologlar va g'azallar tadbirga alohida ruh bag'ishladi. Yoshlar tomonidan ijro etilgan she'riy parchalar orqali shoh va shoir jasorati, matonati va vatanparvarlik tuyg'usi yorqin ifoda etildi. Tadbirda shuningdek Ipak yo'li, turizm va madaniy meros xalqaro universiteti vakillari ham ishtirok etib, tarixiy merosni asrab-avaylash va targ'ib qilishda ta'lim muassasalarining o'rni xususida fikr bildirishdi. Bugungi tadbirimiz Zahiriddin Muhammad Boburni yod etish arafasida o'tkazildi. Bobomiz haqida aytadigan bo'lsak, u kishi buyuk sarkarda, shu bilan birga nozik qalb sohibi hisoblanadilar. Sababi sarkardalikni ham, adabiyotni ham yonma-yon olib borgan shaxs hisoblanadilar va aynan ularning xotiralarini yod etish maqsadida bugun shu kutubxonada yig'ildik. Aynan ilm o'lkasida deymizmi, diyorida deymizmi, aynan shu yerda o'tkazishni joiz topdik va biz Turizm universiteti talabalari bugun ularning xotiralariga bag'ishlab bayram tadbirini bugun kutubxonada o'tkazib berdik. Tadbirda bugun ularning ijodlari tilga olinmoqda, hayot yo'llari tilga olinmoqda. Shu bilan birgalikda bilamizki, O'zbekiston diyori Hindiston o'lkasi bilan qadimdan uzviy bog'liq. Bunga aynan Bobur bobomiz sababchilar va shu sababli ham hind va ingliz, o'zbek tillarida ularning ijodi, hayot yo'llari bugun yodga olinmoqda. Tadbir yakunida faol ishtirokchilar taqdirlandi. Bunday ma'rifiy uchrashuvlar yoshlarda adabiyotga qiziqishni oshirish, milliy o'zlikni anglash va buyuk ajdodlar merosiga sadoqat ruhini mustahkamlashga xizmat qiladi.